Ayollar qachon sevib qoladi? Bilasizmi, biz o'ylaymizki, erkaklar qandaydir bir kunlarda, aniq bayramlarda katta podarkalar, katta sovg'alar, mashina, gullar bergan paytda ayollar sevib qoladi deb o'ylashadi. Aksincha unday emas. Ayollar bilasizmi qachon sevishni boshlaydi? Qachonki siz tong bilan uyg'ongan paytingiz, telefoningizni chiqaramasdan uni bag'ringizga bosib, "Sen menga keraksan, seni yaxshi ko'raman" degan paytingiz. U sizdan choy, kofe so'ramagan payti, u kutmagan payti unga uni yaxshi ko'rgan choyini yoki kofesini damlab bergan paytingiz. Yoki bo'lmasam sizni kuningiz zo'r o'tganda, ayolingizni kuni yomon o'tganda, "Meni kunim zo'r o'tdi, menga gapirma" demasdan, uni diqqat bilan quloq solib, uni eshitib, uning o'sha dardini eshitgan paytingiz sevishni boshlaydi. Bilasizmi, bu qachon bo'lishini hech kim bilmaydi. Bu sekin-sekin yillar davomida kichik-kichik narsalardan paydo bo'layotgan sevgidir. Va sevgi shunday kuchli bo'ladiki, bu kichik narsalardan kirgan ayollar bu erkaklarni hech qachon qo'yib yuborisha olmaydi. Shuning uchun qadrli erkaklar, nafaqat katta narsalarga diqqatingizni, balki kichik narsalardan boshlasangiz, sizni turmush o'rtog'ingiz sizni doim yaxshi ko'radi.